Assalomu alaykum, hurmatli Mangitov Bitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Parket mahallasida sotiladigan uy-joyni obzor qilib beramiz. Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolisa bundan ham ko'p arzon, zo'r uy-joylarda obzor qilishdan biz to'xtamaymiz. Bugungi sotiladigan uyimiz mana Parket mahallasidagi 6-uy. Ya'ni ikkita uy bor bu yerda, otasini uyidan bo'lib sotadi. Men turgan joydan Qo'yliqqacha bo'lgan masofa 60 kilometr, Bo'kagacha bo'lgan masofa esa 10 kilometr. Yerda uyda umumiy maydoni 20 sotixli uy-joy, parnigi bor. Bu tarafda ko'rsatib o'rsangiz, bog'i bor. Mana uyning hovlisining oldida bog'i bor, uzun bor. Har xil mevali daraxtlari bor. Biz endi uyda obzor qilishga o'tamiz. Uyda narxiga keladigan bo'lsak $30,000. Xohlasanglar asalarisi bor. Qo'shimcha sotib bo'ladi va 5 sotixli parniki ham bor. Hozir uni ham obzor qilib beraman. Mana shunaqa bo'ladi. Uzunligi 5 sotixli uy. Gaz bir oyda bir marta gaz ballonidan ta'minlanadi va ichimlik suvi bor. Svet, hammasi Wi-Fi o'chirdim. Wi-Fi o'tgan-a? Wi-Fi borda endi. Mana bu uzumlari bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana katta. Mana bu kichkina parnigi bor. Mana 1 sotixli ko'chatlar chiqaradi bu yerda. Hozir endi kattasini ko'rsataman. Mana bu yerda kapelniy sistema uchun suv to'playdigan joyi. Mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Va bu yerdagi parnik. Уже shlankalari tayyor. Mana parnikda ichki ko'rinishi ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, baquvvat temirdan qurilgan prut va mana truba. Bitta isbotini ko'rsatib bering-da, baquvvatligini, bir isbotini. Trubadan mana besinda ko'taradi. Hosil iplarini turbasi bu. Simma hosil ipi bo'lsa, hosil ipining turbasi meni besinda ko'taradi. Ustiga chiqsak ham usti ham meni ko'taradi. Plyonka almashtirish jarayonida remont paytlarida yurish mumkin. Qalin turbalardan qurilgan. 15 bularimiz stoykalarimiz 75lik turba. Hammasi 100% turba. Sizlarga mana uyda oldi tomonidan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Uyda orqa tomondan ko'rinishi, mayskiy glazlari bor. Mana va bu yerda o'tinxona, oldin endi molxona bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana uyda oldidan ko'rinishi va hozir sizlarga uyda ichkarisini ko'rsatib o'taman. Bu yerda podvali ham bor. Katta qurgan uy. Birinchi eshikdan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir tarafda endi mini oshxonasi ko'rishlaringiz mumkin. Xonalari keng, katta. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Keng, katta xonalar. Hozir ikkinchi eshigini ko'rsatib o'taman. Bu tarafdan ikkinchi eshikda hozir xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu tarafdan ham. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Keng, katta xonalar, hammasi katta-katta keng xonalar. Bu tarafda ham xonalari bor ekan. Dars qilishga zo'r sharoitlar yaratib qo'yibdi. Mana menimcha qizning xonasi bo'lsa kerak. Hozir endi keyingi xonasiga o'tamiz. Katta zal bor ekan. Mana zalxona. Deyli hamma xonalari keng qurilgan ekan. Katta. Mana darvozasi, bu polniy stejka qilingan. Bo'ldi. Bu tarafda garaji bor.
Hozir bu yoqda o'choq tandiri bor. Mana. Juda ham zo'r, kengchilik joy, keng joy. Mana uyda podvali, mana. Полный podval ekan. Mana uyda bu yoqda ko'rib turganlaringizdek, juda ham katta hovli, juda ham zo'r, baquvvat qurilgan parniklari bor, qo'shimcha sotuvsilar asalarisi bor, mini parnigi bor va men aytib ketadigan joy $30,000 kami bor narxi. Uy egasini raqamini описаниеda qoldiraman. Tekis asfalt yo'l, orientir mana pamitnik. Shuni orqasida joylashgan uy. Parket mahalla ichiga kirib boradigan yo'l. Bu katta buyuk ipak yo'li. Bu taraf Sirdaryoga boradigan yo'l. Bu taraf esa vodiyga boradigan yo'l. Bu yoqlarda choyxonalar bor. Mana